Va biz davom etamiz. Mahalla tongini tomosha qilyapsiz. Qo'limizda doira. Demak, bizda mehmonlar bor, qo'shiq aytish imkoni bor. Birozdan so'ng rubob chalib beraman. Albatta, bu jarayonni kuzatib o'tiring. Rizvongul xalq etnografik folklor ansambli Qashqadaryo viloyati Kitob tumanidan kelgan mehmonlarimiz va albatta ulardan go'zal qo'shiq bilan dasturimizni davom ettiramiz. Yashang, salomat bo'ling. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Xushkepsiz. Rahmat, xushvaqt bo'ling. Doirachi kerak bo'lsa aytaverasizlar. Ha. Assalomu alaykum. Yaxshi keldinglarmi? Keling. Assalomu alaykum. Xushkepsiz. Tong xayr. Kayfiyatlar yaxshimi? Kayfiyatlari yaxshimi? Yo'l bosib kelib charchab qolmadingizmi? Yangi tong, yangi kun muborak bo'lsin. Sizni tomosha qilayotgan qadrdonlarimiz bilan bemalol salomlashishingiz mumkin. Marhamat. Marhamat. Opajon, mana shu sehrli mikrofonimizga ayting. Biz ilindim. Marhamat. Rahmat. Avvalambor assalomu alaykum. Butun O'zbekiston xalqi shu vatanimizda tinchligiga ko'z tegmasin, tinchlik bor yurtda ana shunda to'ylar, bayramlar bor. Mana shu munosabat bilan biz ham jamoamiz bilan shu shaharga, mahalla telekanaliga kelishga tashrif buyurdik. Sizlarga rahmat aytaman. Ishlaringizga omad, muvaffaqiyat tilab qolaman. Jamoamiz nomidan. Salomat bo'ling. Marhamat. Assalomu alaykum, qadrli teletomoshabin do'stlar, qadrdonlar, butun O'zbekiston xalqiga otgan tong xayrli, barakotli bo'lsin. Har kunimiz bayram bo'lsin, yurtimiz tinch bo'lsin. Hamisha yaxshi kunlarda mana shunaqangi bir ajoyib davralarda bo'lib yurishlikni nasib qilsin. Hammaga sog'lik, omonlik. Marhamat. Assalomu alaykum. Hurmatli mana shu boshlovchilarimiz, Assalomu alaykum. televideniya xodimlari, qolaversa butun mahalladoshlarga bugungi tongimiz fayzli bo'lsin. Rizvongul xalq folklor jamoasini kichraytirilgan, ixchamlashtirilgan jamoasi nomidan barcha yurtdoshlarimizga xayrli tong tilab qolamiz. Salomat bo'ling. Xush kelibsizlar. Xushvaqt bo'ling. Suhbatga kirishdan avval guruh nomi e'tiborimni tortdi. Rizvongul. Rizvongul. Nima uchun aynan Rizvongul? Jamoamiz avvalo 1986-yilda tashkil etilgan. Marhuma onaxonimiz To'xtaya Rahimova tomonidan Kitob tumani madaniyat bo'limi qoshida tashkil etilgan. Sobiq ittifoq davrida jamoamiz barcha unvonlarga ega bo'lgan. Undan keyin mana yurtimiz mustaqillikka erishgandan keyin mana shu davlat tadbirlari, xalqaro ko'rik-tanlov festivallarda bir necha bor ishtirok qilib kelyapmiz. Qolaversa 2016-yil shu Respublikamiz Madaniyat vazirligi tomonidan xalq havaskorlik ansambl unvoniga ega bo'ldik. Jamoamiz repertuarida onaxonlarimizdan shu nomoddiy madaniy merosimizni o'zida saqlovchi repertuarda juda ko'p qo'shiqlarimiz bor. Onaxonlarimiz, otaxonlarimiz tomonidan ijro etilgan. Qolaversa, jamoamiz yildan yilga yosharib bormoqda. Ustozlarimiz Hasan Qurbonov tomonidan
shu kishilarni qalamiga mansub yangi ijrolar, zamonaviy ruhda, zamonaviy kayfiyatda ijro qilinadigan, ijro etilgan qo'shiqlardan iborat. Jamoamiz tarkibida 7 yoshdan 70 yoshgacha 30-40 ga yaqin ishtirokchilarimiz bor. Demak, sahnamizda qo'shiq ijro etayotgan yigit-qizlarimiz yangi avlod davomchilari. Xuddi shunday. Salomat bo'ling. Rahbarimiz. Mikrofonga marhamat. Rahbarimiz ham yosh, hozirgi kunda juda ham shijoatli. Men juda ham faxrlanaman. Hamma yosh yigitlar hozir ko'pchiligi, qizlarimiz ham hammasi shijoatli, hammasi iste'dodli, hammasi talantli. Faxrlanaman, bir-birlari bilan ahil inoq. Sizlarga ham hamisha kuzatib boraman. Omad tilayman. Rahmat, salomat bo'ling. Qariyb 39 yil. Qarang, Jasurbek 39 yildan beri bitta jamoada faoliyat olib borish va u jamoadagi o'sha tashkiliy ishlar, u yerdagi jamoani muhitini chiroyli saqlab qolish bu juda ham qiyin, juda ham qiyin. Va albatta bu borada mana yosh rahbarlarning ham o'ziga xos o'rni bor. Bulardan avval mana sizdan avval ustozlar bo'lgan, to'g'rimi? O'sha ustozlar bilan hamkorlikda ularning maslahatlariga tayanib faoliyat turi davom ettirilyapti va bugungi kunda qanday yangiliklar joriy qilindi? Bugungi kunda endi aytib o'tishim kerak, madaniyat, san'at sohasiga ham davlatimiz rahbari tomonidan juda katta e'tiborlar berilyapti. Bir qancha festivallar, bir qancha tanlovlar e'lon qilinyapti. Ayniqsa yosh ijodkorlarga berilayotgan e'tibor. Shuni negizida mana men o'zim ham shu tashkilotda Kitob tuman madaniyat bo'limining rahbariman. Bu madaniyat bo'limimizda faoliyatida 4 nafar xalq unvoniga ega bo'lgan badiiy jamoalar bor. Va 1 nafar havaskor badiiy jamoa bor. Ular ham shakllanib bugungi kunda o'zlarini go'zal chiqishlarini, ajoyib dasturlarni namoyish qilib kelishyapti. Shular negizida mana Rizvongul xalq havaskorlik folklorini jamoani ichida o'zim ham mana opa aytganlaridek ustozlarning ko'magi bilan, ustozlarning yordami bilan bu Rizvongul jamoasining ko'p repertuarlari bizni ustozimiz Hasan aka Qurbonovning qalamiga mansub asarlar ko'proq keltirilgan. Albatta bu jamoani shakllanishiga juda katta hissa qo'shilgan insonlar bor. Hali parda ortida deyshadi-ku, parda ortida mehnat qilayotgan insonlar bor. Yusuf aka Razzoqov rejissyorimiz ko'p yillardan beri shu bizni faoliyatimizga, bizni shu san'atda, madaniyatda suyagimiz qotirgan insonlardan. Yana bir narsani aytib o'tishim kerak. Bugun hurmatli prezidentimizni 2023 yil 25 dekabrda 405 va 406 sonli qarorlari bor. 406 sonli qaror ijrosi bo'yicha aholiga madaniy xizmat ko'rsatishni rivojlantirish to'g'risida. Shuni aynan o'sha qarorni bugun hali ijrosi mana shu ko'rib turibsiz, biz shu yerdamiz. Ya'ni kecha mana Toshkent shaharida Chilonzor tumani 15-bolalar musiqa va san'at maktabida Qashqadaryo madaniyat kunlari munosabati bilan kecha biz Kitob tuman madaniyat bo'limi badiiy jamoasi mehmonda bo'ldik. Bu yoqdagi xalqimizga chiroyli konsert dasturlarini, o'zimizni Qashqadaryoni san'atini namoyish qildik. Va bugun mana sizlar orqali Oyna jahonga ham taklif qilinib turibmiz. Albatta bu men aytmoqchimanki, madaniyat bo'limida katta ishlarni oldimizga reja qilganmiz, xudo xolasa, jamoa bilan birgalikda. Kitob tuman madaniyat bo'limida 52 nafar xodim faoliyat yuritadi. Ularning hammasi iqtidorli, iste'dodli ustozlardan tashkil topgan. Mendan oldingi ishlab ketgan rahbarlarimiz, ustozlarimiz bor. Bu ustozlarimizning ko'magi bilan, ularning maslahatlari bilan, to'g'ri yo'lni ko'rsatishlari bilan albatta maslahatlashib turamiz. Ustozlarimiz ko'p. Ular bizga shu aytayotgan o'zimizdagi iqtidorlarni namoyish qilib boryapmiz. Salomat bo'lsinlar. Ana bu guruhni repertuariga agar yaxshilab razm solsak, baribir og'izdan og'izga, avloddan avlodga o'tib kelayotgan boy merosimiz kuylanadi-da baribir. Albatta. Bir qiziqish, bir taklifda hech shunday fikr bormi? Ijro va so'zlar qoladi. Musiqiy sayqalini yanada bir zamonaviylik qilsak, bu repertuarga qo'shiqqa bo'lgan birozgina hurmatsizlikmi yoki kengroq targ'ib etsa bo'larmikin? Nima deb o'ylaysiz? Cover yo'nalishida. Cover. Ijro o'sha, so'zlar o'sha, milliy liboslar o'sha, faqat musiqiy sayqalin demoqchiman. Zamonaviy saundlar qo'shsak yana boyishi mumkinmi yoki mumkin emasmi? Yo'q, albatta bu endi bu asosan folklor etnografik jamoalari nomoddiy madaniy meros timsoliga qurilgan. Ya'ni bundagi asarlarni ijro qilish mumkin. Shaxsan o'zim ham shu Rizvongul folklor jamoasini
asarlaridan o'zim sayqallab yangi aranjirovka, yangi ko'rinishda kuylagan qo'shiqlarim bor, avtorskiy o'zim degan. Yana ham boyidimi? Albatta, albatta. Yaxshi, yaxshi. Albatta, mumkin. Ko'p ustozlar milliy maqomga, aynan mana shu boy merosimizga tegmanglar, iloji boricha degan fikrlarni eshitamiz-da. O'zgartirilmagan holatda So'zlari o'zgarmasin deyishadi ustozlar ham va yo'lni o'zgartirma. Deylik, organ deydi, gitara deydi, qandaydir qo'shsang, boyisa, holat oqlansa mayli deyishadi. Albatta, Demak, bunda ham imkon bor. Albatta, chunki o'sha qo'shiqda nimasi o'zini ichki negizi o'zgarmaydi, tagi o'zgarmaydi. Sayqali. Xuddi shunday. Xuddi shunday, faqat yangicha yonidan instrumentlar qo'shilib, hozir zamonaviy. Xuddiki siz bilan bizning suhbatimiz boyigandek, bizda ham reklama bor-da. Ana shuni bir tomosha qilsak, suhbat yana ham jonlangan bo'ladi. Bizda reklama, tomosha qilamiz. Marhamat. Salomat bo'ling, salomat bo'ling. Juda ham go'zal qo'shiq. Suhbatdoshlarimiz, marhamat. Kelinglar. Ayni daqiqalarda esa biz davom etamiz. Bizda kayfiyat ajoyib. O'z tadorigini ko'rayotgan namoyish bor. Undan avval esa ruxsat bersangiz, ozgina suhbat qursak. Chunki efir ortida bir savolim bor dedingiz. Marhamat mehmonlarimizga. Xo'p, menga juda ham qiziq yangiliklar nasib aylasa, rejalar haqida gaplashaylik ozgina. Rejalarimiz Yana ham kengaytirish niyat bormi? Albatta, albatta. Rejalarimiz hozir aynan shu jamoa hozir yangi asar ustida ishlayapti. Yangi asar ustida bosh qotiryapmiz, xudo xolasa. Chunki bu qadim nomoddiy madaniy meros bo'lganligi uchun qadimiy asarlarga ko'proq murojaat qilamiz, ya'ni zamonaviy sayqallagan holat. Ana, shu uchun hozir oldimizga katta maqsadimiz bor, chunki davlat tadbirlarimiz ko'p. Katta-katta joylarga konkurslar, festivallar kutyapti bizni, xudo xolasa. Shu festivallarni inshaalloh nasib bo'lsa borib hammalarida zabt etish niyatimiz bor. Qolaversa barcha jamoalarimiz bilan butun hammamiz shu jamoani ustidamiz hozir. Havaskor jamoamiz ham tashkil topyapti. Aynan shuni negizida, 4 ta badiiy jamoasi negizida
havaskor badiiy jamoamiz ham tashkillanyapti. Bizda qo'shimcha 57-sonli Kitob madaniyat markazimiz bor. Shu Kitob madaniyat markazimiz qoshida ham Qo'g'irchoq teatri, ham folklor jamoasini shakllantiryapti. U yoqda bir markaz direktori faoliyat yuritadi. Shirqobil aka deydi, u ham yaxshi bir ustozlardan. Shular qatorida hozir u kishi ham shuni ustida ishlayapti. Uni ham hozir olib chiqib shu darajaga olib kelib olishimiz. Endi Rizvongul folklor jamoasini ildizi juda ko'p yilga borib taqaladi va buni repertuari ham anchagina boy, o'ziga talaygina repertuari bor. Shuni negizida mana badiiy rahbari Toshpo'lat aka Halilov yillar davomida mehnat qilib kelyaptilar va u jamoani ham xudo xolasa katta tadbirlarimiz, xorijga chiqish safarlarida niyatlarimiz bor. Ustozlarimiz qo'llab turishsa, xudo xolasa albatta maqsadlarimizni ko'rsatib boramiz. Endi jonli efirda qiziqish uyg'ongan yosh ukalarimiz, singillarimizda endi mana shu jamoaga qo'shilish uchun kastingdan o'tish kerakmikan, imtihonlari bormikan deyish mumkin-da. Marhamat. Jamoamizga qo'shilish uchun alohida kastingdan yo qanaqadir tanlov e'lon qilinmagan. Yuragida olov bo'lsa, ishtiyoq bo'lsa bo'ldi. Mana shu Talant, iste'dod bo'lsa bo'ldi. Joyi kelganda aytib o'tish shart deb o'ylayman. Albatta, mana shu bizni kuzatib turgan butun respublikamizdagi xalq og'zaki yo'nalishida faoliyat yuritadigan jamoalar, folklor jamoalar, barcha do'stlarimiz hammalarini ijodiy ishlariga omad tilaymiz. Jumladan mana shu jamoamizda juda katta jamoa, Rizvongul jamoasini tarkibida bugun biz bilan ma'lum bir sabablar bilan kela olmagan ustozlarimiz, onaxonlarimiz, otaxonlarimiz, hoji otalarimiz bor. Eng jamoa yosh vakili necha yosh, kattalar necha yosh? Eng yosh vakillarimiz bor, qizaloqlarimiz. Endi biz yosh 8 yosh ham bor. Tanlovlarga qarab sahnaga chiqiladigan o'sha dasturdan kelib chiqib jamoani, lekin iloji boricha hozir yoshartirilgan tarkibda. To'g'ri, ko'rik tanlov mana xalqaro festivallarda o'sha onaxonlarimizni 80 yoshli, 70 yoshli otaxonlarimizni olib chiqamiz. Albatta, qayerda bo'lsa ham jonlari sog' bo'lsin ustozlarimizni, jamoamizda barcha ishtirokchilarga, qolaversa mana Ilyosjon yosh o'sib keladigan mana rahbarlardan Ilyosjon tashabbusi bilan mana 2 kundan beri aytib o'tilgandek, respublikamizda juda ham chiroyli tadbirlar. Shaxsan shu san'at yo'nalishida, madaniyat yo'nalishida ta'lim beradigan maskanlarda borib turib ijodiy uchrashuvlar qildik. Kelgusidagi rejalarimiz juda ham ko'p. Shuning uchun jamoadan faqat mana shu barcha ishtirokchilarga men jamoani badiiy rahbar sifatida rahmat deyman. Ustozlarimiz omon bo'lsin. Sizlarga ham katta rahmat. Salomat bo'ling. Sizni bitta qisqacha savolingizga javob berib ketaman. Jasur aka, hozir savol berdingiz. Kastingdan o'tish kerakmi degan savolingizga. Biz kecha yoqqa konsertdan keyin Toshkent davlat san'at va madaniyat institutida bo'ldik. Xalq ijodiyot fakultetida yoqda o'qituvchilar bilan birga master klass darsini. Biz institutga tashrif buyurganimizda bir qiziq holat bo'ldiki, institutda bir 30 dan ziyod talabasi ustoz deb chopib kelyapti-da. Ular shu jamoani ichidan chiqib borgan. O'zimiz shogird. Kastingsiz, hech qanaqa tanlovsiz ishtirokchi ular. Ha, xuddi shunday. Yoshgina kelgan paytida 6 yosh, 7 yosh qizcha edi ular. Hozir institutda talaba, birinchi kursda. Shu sizni savolingizga javob bermoqchimanki, kasting shaxmat. Sizdan boshlangan. Albatta, xuddi shunday. Hozir shunday vaziyat bo'ldi. Birozgina chetlashdim, chiqdim va rejissyorimiz bilan gaplashdim. Zarif aka, menimcha Shohjahon ham tayyor bo'lib qolgan bo'lsalar kerak. Birozdan so'ng Shohjahon Karimovni to'g'ridan-to'g'ri efirga olib chiqamiz. Aziz opa, sizga bevosita savol bermoqchiman. Eng qadimiy Allani biladigan ona. Xuddi shunday ma'lumotim uchun aynan Aziz opam 37 yildan beri adashmasam madaniyat sohasida faoliyat olib borasiz va respublika alla ko'rik tanlovini 2 marotaba g'olibasi bo'lgan ekan. Xuddi shunday. Endi so'z isboti bilan deganlaridek bitta qadimiy alla haqida ma'lumot berib qisqacha va allani aytib bersangiz. Uxlatib qo'ymasangiz bo'ldi shu biza. Endi hozir qadimiy allani mendan ham aytadigan alla onaxonlarimiz bor. Lekin menga ustozim Hasan aka Qurbonov o'sha momentga birinchi alla ko'rik tanlovi hozircha esimga yo'q, 89 midi, 91 midi. Mana shunga bir qadimiy allani qo'ygandilar. Alla degani Alloh degani ekan, shunday qilib tushuntirgandilar. Keyin bu afg'on o'sha paytlar bilsangiz, afg'onga borardi o'zbekistonliklar nimaga. O'shanga haqiqiy bo'lgan voqeani tasvirlab, o'sha voqeani haqiqatan afg'onga borib kelib, farzandi tug'ilgandan o'zi otasi afg'ondan kelgandan keyin bo'lmay qolgan. O'shanga qadimiy alla mana shuni qilib aytsa bo'ladi degan ma'noda menga o'rgatgandilar. Agar shuni aytib berasizmi? Iloji bo'lsa qani.
Allah 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 deyman ey Allah ya Allah canım balam ko'zim nuri Allah ya Allah bolaginem canım o'zing bag'rimdasan Allah ya Allah tinchlik degan so'zni qadri bizga asli ma'no ekani Allah ya Allah. Endi aytgim kelmadi. Afg'on degan o'chsin noming, Xursun urush degan so'zlar bo'yicha shuni aytgim kelmadi. Aytib bo'ldingiz-ku. Muhimi yurtimiz tinch, osmon musaffo, kayfiyatlar ko'tarinki. Albatta. Aynan yurt tinch, osmoni musaffo yurt kelsa, bugungidek yaxshi kunlar, efir soatlari juda ham Har yarashadi. bitta xonadonda farzandlarga alla aytadigan onajonlarimiz omon bo'lsinlar deymiz. Ana endi hammani uxlatdik, endi uyg'otamiz. Yana sahnaga taklif qilamiz va jo'shqin qo'shiqlar bilan davom ettiramiz. Marhamat. Sahna muntazir. Ketdik, marhamat. Shundan azal nomi katob yelkasida ikki daryo shundan azal nomi katob kel jo'rayonima kuylaymiz do'mbira chalib va to'ymaymiz kel jo'rayonima kuylaymiz do'mbira chalib va to'ymaymiz tonggacha qurab bazmni ye sho'xliklarimizni qo'ymaymiz tonggacha qurab bazmni ye sho'xliklarimizni qo'ymaymiz Kela jura, kuylada jura, uylada jura, kel jura. Kela jura, kuylada jura, qumlada jura, kel jura. doirani chala dum dum umbara qasang rakada bum yor yuragimni urar gum gum umbara qasang rakada bum Kela jura, kuylada jura, qumlada jura, kel jura. Qismada qismang ovuzda yer nolasin chan ovuzda Qismada qismang ovuzda yer nolasin chan ovuzda Childimaga jo'r bo'ladi eshitgan o'ynab kuladi Childimaga jo'r bo'ladi eshitgan o'ynab kuladi kitob degan tomonda eli dorulama zamonda kitob degan tomonda eli dorulama zamonda Bormaga qoladi armonda yurtimni kuylasam yurtimni Bormaga qoladi armonda yurtimni kuylasam yurtimni sayra sayra dumbiram bazmda yayra dumbiram sayra sayra dumbiram bazmda yayra dumbiram shunda yurtning to'yida o'yinga qayra dumbiram shunda yurtning to'yida o'yinga qayra dumbiram sayra sayra dumbiram bazmda yayra dumbiram sayra sayra dumbiram bazmda yayra dumbiram dumbiram senga boqayin bo'yningga marjon taqayin sel bo'lib toshsin dostonlarim avjiga o'zim oqayin sel bo'lib toshsin dostonlarim avjiga o'zim oqayin sayra sayra dumbiram bazmda yayra dumbiram sayra sayra dumbiram bazmda yayra dumbiram to'y bo'ladi bugun qo'shiq to'y bo'ladi xalqimiz o'ynab kuladi to'y ustiga to'y bo'ladi janub tomonda bir iqbol mehnatida topgan iqbol bir so'zli xalq lafzi halol xalqning nur qashqadaryo bir so'zli
Qashqadaryo. Ey yashang, salomat Ajoyib. bo'ling. Davom Bizda etamiz. eksklyuziv namoyish. Hech qachon, hech qayerda bo'lmagan, menimcha bo'lmasin ham desangiz kerak. Mahalla tongida reklama. Qaysi xayoli? O'xshaydi. Adashtirib yubordik, sastab bo'ldik-ku. Yo'q. Qachon efir? Mana efirda. Efir, voy. Uzr, ketdik. Ha, Biz ham eksklyuziv sizdan ilhomlanib bitta guruh qildik mana. Hozircha iste'dod deb, ha? Yosh iste'dod, yosh emas lekin. 15 ta kam yosh. Xo'p, Qaysi qo'shiq? o'zimiz yaxshi ko'rgan repetitsiya qildik-ku. Yo'q. Hayyor yor yoringman, kelgin yor o'ynaylik. Hayyor yor yoringman, kelgin yor o'ynaylik. Men seni sevgan yoringman, kelgin yor o'ynaylik. Men seni sevgan yoringman, kelgin yor o'ynaylik. Zo'r bildim, qarang. O'rganganimiz bo'ldi. Menga o'xshab professional chaladiganlar bormi doiram? Sizni guruhingizda. Rubobni-chi? Bor. Qani bir eshitaylik, kimdan eshitamiz? Qani rubobni? Kastingdan o'tdikmi chiqib? Doira juda og'ir ekan, keyingi safar yengilrog'ida olib Yengilroq olib kelgan, bo'ldi. Bo'lmaydi. Yana bir narsani aytib ketaman. Jasur aka, hozir Mikrofon bu bor. yoqda ustozlarimiz, mana bu o'tirgan yigitlar, mana bu xizmat qilayotgan yigitlar hammasi professional san'atkorlar. Professionallar. Ha, albatta. Xuddi bizga o'xshab professionallar. Xuddi shunday. Qani bir bitta kuy eshitaylik. Marhamat. Bir singil, ha, ozgina. Yetdik. Qashqadaryo viloyatida mana shunday go'zalliklarni Salomat olib bo'lsinlar. kelgan milliy jamoaga minnatdorlik bildiramiz. Folklor etnografik jamoasi va albatta bizni tomosha qilayotgan qadrdonlarimizga bo'lgan dil izhorlaringiz, samimiy tilaklaringiz bo'lsa, albatta ustozlarni bayram bilan tabriklab qo'yishimiz kerak, chunki 1-oktyabr O'zbekistonda ustoz va murabbiylar kuni. Marhamat. Marhamat. Avvalambor butun O'zbekiston bo'yicha aziz ustozlarimizni chin yurakdan jamoamiz nomidan tabriklayman. Sog' salomat bo'lishsin, hamisha elni nazarda bo'lishsin, elni hurmatda bo'lishsin. Ana shunday shogirdlar yetishtirib, hamisha shu yurtimizning kelajagini porloq qiladigan munosib farzandlar yetishtirib bersin. Sizlarga ham bayram muborak bo'lsin. Bayram sizga ham muborak bo'lsin. Aziz yigitlarimiz, sizlarga ham bayram muborak bo'lsin. Salomat bo'linglar. Albatta barcha mana shu tashkilotchilarga katta rahmat. Yurtimiz tinch, xonadonlarda faqat yaxshi kunlar, bayramlar, to'ylar bo'lsin. Albatta mana shunday yurtimiz bayramlarida biz Rizvongul jamoasi bilan faqat el xizmatida, yurt xizmatida bo'laylik. Ustozlarimiz, o'sib keladigan yoshlarimizga faqat ijodiy zafarlar tilaymiz. Barchaga katta rahmat. Salomat bo'ling, xush kelibsizlar. Marhamat. Avvalambor sizlarga ham katta rahmat. Bizni dasturimizdan mehmon qilib, shu dasturlaringizda taklif qilganlaringiz uchun kattadan katta rahmat. Bu jamoaga ijodiy muvaffaqiyat, zafarlar tilaymiz. Yurtimiz tinch bo'lsin, osmonimiz musaffo bo'lsin. Albatta tinch yurtga to'ylar, tantanalar yarashadi, hamisha yarashib yuraversin. Men faqat bir narsani aytmoqchiman, O'zbekistondagi barcha yoshlarga hamma qilish kerak bo'lgan imkoniyatlar qilingan va berilgan. Bundan unumli foydalanib, davlatimiz rahbarini yonlarida ko'makdosh bo'lib, nimaiki niyatlarimiz bo'lsa, niyatlarimizga yetishlikda yoshlar harakatdan to'xtamasligini, marra sari olg'a yurishlikni tilab qolaman va bir narsani aytib o'tib ketaman. O'zbekiston xalq hofizi O'lmasaka Saidjonov borlar, ustoz. O'lmasaka Saidjonov nomlari aynan bizning Kitob tumanimizda 56-sonli madaniyat markazimizga, ya'ni asosiy markazimizga nomlari berilgan. Ustozning nomlarini abadiylashtirish uchun ustozlarimizni umrlari uzoq bo'lsin, o'tganlarni Alloh rahmat qilsin. Hammamizni yaxshilikda, to'ylarda ko'rishib yuraylik. Butun yurtimizga tinchlik,
farovonlik tilaymiz. Rahmat. Hamma ustozlarga munosib shogird bo'lish nasib etsin deymiz. Rahmat. Kelganingiz uchun katta rahmat. Rahmat, Ulashilgan sizlarga ham kayfiyat rahmat. uchun. Rahmat. Endi shunda ketib qolish yo'q. Albatta. Yana bir iltimos qilamiz sahnaga chiqib va Jo'shqin chiroyli taronalar bilan, qo'shiq ixtiyor beramiz. Bering. Xo'p bo'ladi. Xo'p bo'ladi. Qani? Ketdik, tayyor. Nolasi har so'zgacha o'ynar o'g'il qizgacha shu yallasi o'zgacha o'ynang Qashqadaryocha kuylang Qashqadaryocha kuylang Qashqadaryocha o'ynang Qashqadaryocha qizlarining nozi bor Nozi bor, nozi bor, bulbuldek ovozi bor ovozi bor, sozi bor. o'ynab qo'shib sozi bor kuylang Qashqadaryocha o'ynang Qashqadaryocha kuylang Qashqadaryocha o'ynang Qashqadaryocha Yigitlar alqomat, alqomat mana qomat ko'ksi to'la shijoat. mana qomat alqomat Har kimga tilar omadi. kuylang Qashqadaryocha o'ynang Qashqadaryocha kuylang Qashqadaryocha o'ynang Qashqadaryocha bilasizmi bilmaysizmi bilmasangiz kelmaysizmi bir ziyorat qilmaysizmi kitob degan joyimizni tatbiq sehr moyimizni ming yillik archasi bor avliyolar qanchasi bor osmon tomon darchasi bor kitob degan joyimizni ko'rmaysizmi oyimizni Tog' bo'ynida ming chinori, oqmasa tandirchiz qadamida uzum zori. obakimayiz soyakimayiz Giyohlari malhandori. kitob degan joyimizni ichib ko'ring choyimizni bunda toshlar tarix bitgan bizni million yilga yetgan dunyolarga nomga ketgan kitob degan joyimizni jovuzdagi soyimizni bilasizmi bilmaysizmi bilmasangiz kelmaysizmi bir ziyorat qilmaysizmi kitob degan joyimizni tatbiq sehr moyimizni davraga keling mehmon bo'ling Qashqadaryocha o'ynab kuling kitobga keling mehmon bo'ling Qashqadaryocha o'ynab kuling Yelima, jonima, jurtima, Qashqadaryo ilima, mehmon bayrab dilima, ilimi bayram qilma, do'mbiram olib keldima. sirlari Qashqacha o'ynab ko'zi qoshgacha Hayra, jonima, qiliqlari boshqacha o'ynang Qashqadaryocha kuylang Qashqadaryocha o'ynang Qashqadaryocha hayra, hayra mana jonima. keling mehmon bo'ling keling o'ynab kuling do'mbirasi yagona chanqovuzi durdona vatan ichra yagona o'ynang Qashqadaryocha kuylang Qashqadaryocha o'ynang Qashqadaryocha asrlik tarixining shodasi san rizongur rizongur ravshan bo'ldi chanqovuzing temir emas misoli jonli bulbul rizongur saqla to'ldi bulbul o'zligingga yarashgan uyg'ur vatanda o'ynab kul yurtlarni kuylab yasha bardavom bo'l rizongur yurtlarni kuylab yasha bardavom bo'l rizongur hey Haqiqatda Rizvon salomat Gul bo'linglar. folklor etnografik ansamblining faoliyati uzoq yillar, 100 yilligi ham nishonlansin deymiz. davomli bo'lsin Davomli sizlarga. bo'lsin va albatta bugungi kayfiyat uchun sizga minnatdorlik bildiramiz. Har doim shu poytaxtga kelsa ham biz viloyatlarga borganimizda ham albatta bozorlarga boramiz. U yerdagi muhitdan chiroyli o'sha sovg'alarni olib xonadon tomon qaytamiz. Bozorlar haqidagi ma'lumotni sizga taqdim etamiz. Va sizni kuzatib qo'yamiz. Rahmat. Katta rahmat. Marhamat.